Hujjatlarni to'liq tanishtiring o'zingiz aka. Inspektor Tojiyev, yo'l patrul xizmati inspektori Tojiyev O'tkirbek Mirzamahmudovich. Bodi kamera yo'qmi? Baqmansizmi? Ha, qo'la bir minutda. Qayerga ketyapsiz? Moykaga. Bodi kamerasiz to'xtata olasizmi? O'g'il bolaga taqqanimni aka. Nima qilyapman? Tushirib aytdim-da, to'g'ri, ammo tomosha ko'ryapti. Nima bo'lyapti? Tomosha ko'ryapti odamlar deyman. Telefon ko'rmaydi-yu. Ha, telefonni ko'ryapti-da. Men Doniy bloger Qo'ziboyev Doniyor Mansurjon o'g'liman. Tanidingizmi? Mani bodi kameram mana o'zim bilan birgalikda syomka ketyapti. Siz nimaga hozir bodi kamerangiz bo'lmay turib meni to'xtatyapsiz? Nimaga asoslandingiz? Bodi kameram Uyda qolibdimi? yo'q, men ham o'sha turib, men ham bilmayman. Boring bodi kamerangizni olib keling, suhbat qilamiz bo'lmasa siz bilan. Gaplashib olaylik. Boraman aka. Eshitganman, endi ko'ryapman sizni. Ha aka, xizmatgohnoma bormi? Bor. Ko'rsating. Ichki ishlar vazirligining 8-bandiga muvofiqda aka. To'g'ri bilaman aka. Siz ko'p eshitganman. Eshitganmidingiz? Endi ko'rishim. Safdor Tojiyev O'tkirбек Mirzamahmudovich. Mirzamahmudovich. Amal qilish muddatini ko'rsam bo'ladimi? 27-yil dekabrgacha ekan. Xo'p, nima hujjat beray aka? Haydovchilik yo'qolmaysiz. Bitta usulun sonli qaror ishlamayaptimi? Ishlayapti. Ishlayaptimi? Albatta. Qolay haydi kartani beraman. Haydi karta ham bo'laveradi aka. Boraman. Qarang, ro'para kelgan, qarang. Shunaqa aka. O'g'illarga Yo, men hozir nimaga sizni samleniya tug'dirdiki, mahallaga burilib odam tashlab chiqib turdim-da. Siz o'yladingizki, bezdokument kelyapti, mahallaga burilib ketdi deysiz. Siz yo'lda o'zingiz tomonidan qarama-qarshi tomondan yugurib chiqib o'tyapsiz-da, mana. Shunga ikkilar aniq qildimi? O'zi aybingizni bildingiz-a, to'g'rimi? Bildim. Hech qanday aniq qilmadim. Hayron bo'ldim men, deyman. Inspektorlarimiz demak, toqolari suddan atkaz qilib yurmaylik. O'zing yaxshimi komanda? Xudoga shukr, zo'r. Charchab qolmaysizlarmi? Chotki. Bodi kamera hali ham ko'rmayapti, ishlamayapti menimcha. Tippani olyapti osmonda. Движение bemalol bo'laverar ekan-da. Yo'q, qanday движение? Chiqdimi aka hamma yo'q? Haydi gapiramiz. Nari, betdan ular to'siyasizlar kerak, karyerdan chiqaganlar, kamazlarda. Jentrada kim edi? O'chada tani shu. Tamom. Hı? Tamom. Komandirmi u ham? Yo'q. Inspektormi? Chiqmayaptimi? Ba'zi ishlar Chiqdi. Tamam. Hamma chotki. Kamchilik yo'q. Yaxshimi? Remillar taqilgan. Ha. Bodi kameralar taqib olib ishlaydi-da. Qonun ustuvorligini ta'minlaydigan chiqishda xodimlari bo'lsin, yo'l harakati xavfsizlik xodimlar sizlarga ishonib bemalol yuribmiz. To'ppa-to'g'ri gapingiz. Hech qanday sizni talabingiz yo'q, faqat ayb o'zimda shoshilib qoldim. Nimaga? O'sha mahallanchi rais chiqib kelganingizga, Podozreniya qilib qarama-qarshi tomondan chiqib kelyapsiz-da. Hujjatsiz bo'lsa kerak degan maqsadda shoshilib chiqib oldim aka. Ishingizga omad. Yaxshilab oling. Charchamang. Yaxshi oling, Salomat bo'ling.